siz qiladigan va natijangizga sezilarli ta'sir qiladigan top 3 xato. Birinchisi, tonna test ishlash. Xato. Sababi oddiy, analiz yo'q, shu uchun natija o'zgarmaydi. Kuniga 4 ta test yechish o'rniga bitta testni yechib, analiz qilib, har bir savol ustida soatlab o'ylash sizni comprehension darajangizni sezilarli darajada ko'tarilishiga yordam beradi. Ustozingiz yoki bo'lmasa do'stingiz bergan tayyor explanation sizga hech qanday foyda bermaydi. Ikkinchisi, listening xatolarini tayyor script, ya'ni tekst matndan o'qib tushunish. Axir bu reading emas-ku. Listening eshitish ko'nikmasi. Shu sababli uni o'qib emas, qayta eshitib, nima uchun va qayerda xato qilganingizni tahlil qilish orqali listening darajangizni ko'tara olasiz. Uchinchisi, vocabularyni e'tiborsiz qoldirasiz. Xato. Qachon tushunasizlar axir lug'atsiz yuqori ball olib bo'lmasligini. Misol uchun, readingda mana shu gapda pioneer so'zini bilmasangiz, 17-savolni javobini to'g'ri ola olmaysiz. Yoki bo'lmasa, ushbu savoldagi celebrity endorsement so'zini ma'nosini bilmasangiz, speakingda umuman javob bera olmaysiz. Va writingda ushbu mavzuni tushunish uchun va essayni to'g'ri yozish uchun conjunction tags degan so'zni ma'nosini bilmasangiz, off topic ketasiz. Siz ham lug'atni qanday qilib tez va samarali uzoq muddatli o'rganishni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Men sizga Effective Vocabulary Learning Guide ni yuboraman.